Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu yerda Go'lkovsizmisiz? Ha, efendim, xizmat. Noibimiz Ashurbek vafot etdilar. Ashurbekmi? Qazilgan qabr bormi? Ikkita qabr doim tayyor turadi. Biri o'zim uchun, ikkinchisi keladigan biron o'lik uchun. Agar mayit kelib biri to'lsa, yana bittasini qazib qo'yaman. Ikkita qabr doim tayyor turadi. Ko'rsam bo'ladimi? Albatta, bemalol. Siz yotasizmi? Nafasingni shamol uchirsin yotadigan Ashurbek bo'ladi. Unda yotadigan odamni o'zi ko'rsin, efendim. Balki sizga yoqqan joy unga yoqmas. Nima deyapsan o'zi? O'lgan odam qanday qilib yotadigan joyini ko'radi, esingni yedingmi? Ko'rolmaydigan bo'lsa, yaxshi yomonni nima farqi bor, efendim? U yermi, bu yermi, baribir emasmi? Hammasini o'lchovi bir xil.